2024-yilda o'zlaringiz yasagan tor bugun mana sotuvga keldi. O'zini futlerlari bilan birga. Mana buni sotuvga chiqarishdan oldin qoplab, komplekslarni qildik. Qolgan mana chiroyli ko'rinishga kirib kelyapti. O'zi yangi yasalgan payti oltindek sariq bo'ladi. Mana o'sha shokolad rangi, korishniy rangiga kirib bormoqda. Mana ko'rinishlari ham shu Ozarbayjon torlaridek. Og'irliklari ham og'ir emas. Bizning torlar o'zining me'yorida bo'ladi. Xamirlar